Ushbu savolga quyidagicha javob beramiz. Avvalo mehnat ta'tili nima ekanligini oydinlik kiritsak. O'zbekiston Respublikasining amaldagi Mehnat kodeksining 216-moddasining 1-qismida har yilgi mehnat ta'tili dam olish va ishlash qobiliyatini tiklash uchun ish o'rni hamda o'rtacha ish haqi saqlab qolingan holda xodim ishdan ozod etiladigan, xodimga har yili ish yili davomida beriladigan vaqt davrida belgilangan. Endi ushbu jumlalardagi ish yili degan terminga aniqlik kiritib olamiz. Buning uchun 225-moddaning 1-qismiga e'tibor qaratamiz. Ish yili deganda xodimning muayyan ish beruvchida 12 oyga teng bo'lgan va haqiqatda ish boshlangan sanadan e'tiboran hisoblab chiqariladigan ish davri tushuniladi. Ba'zida ish yili bilan kalendar yillari chalkashtirib yuboriladi. Misol uchun 2025-yil 24-aprelda ishga kirgan xodim 2026-yil 24-aprelgacha mehnat ta'tiliga chiqishi kerak ekan. Lekin shu yerda yana bir eslatma. 227-moddaga muvofiq birinchi ish uchun har yilgi mehnat ta'tilidan foydalanish huquqi xodimda ushbu ish beruvchida uzluksiz ishlagan 6 oy o'tgandan so'ng yuzaga keladi. Ushbu moddaning 3-qismida ko'rsatilgan xodimlar toifasi, ya'ni homilador ayollar, 18 yoshga to'lmagan shaxslar, urush qatnashchilari va 1-2 guruh nogironlari 6 oy o'tguniga qadar ham mehnat ta'tilini olishlari mumkin ekan. Ikkinchi va keyingi ish yillari uchun mehnat ta'tili 228-moddaga muvofiq xodim va ish beruvchi uchun majburiy bo'lgan ta'tillar jadvaliga asosan beriladi. Ya'ni ish beruvchi ish xususiyatini hisobga olgan holda ta'tillar jadvalini shakllantiradi. Ya'ni bir bo'limda 3 ta xodim bo'lsa, uning hammasi ham bir vaqtda chiqarilmaydi. Misol uchun bitta, keyin ikkinchisi ish xususiyatlarini hisobga olgan holda ish beruvchi xodimlarni mehnat ta'tilini shakllantiradi. Ammo ushbu moddaning 4-qismiga ko'ra homilador ayollar, 1 va 2 guruh nogironlari, urush qatnashchilari, 18 yoshga to'lmagan shaxslar va boshqalarga xohishlarga ko'ra har yilgi mehnat ta'tili ularga qulay bo'lgan vaqtda berilishi kerak. Ushbu moddaning 5-qismida esa jadvalda belgilangan har yilgi mehnat ta'tilini berish vaqti xodim va ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga binoan o'zgartirilishi mumkin deb belgilangan. Yuqoridagilardan xulosa qiladigan bo'lsak, sizda 229-moddaning 4-qismida ko'rsatilgan imtiyozlar bo'lsa, siz ta'tilni xohlagan vaqtingizda olishingiz mumkin bo'ladi. Yoki ish beruvchining roziligini olgan holda ta'tilni oldinroq yoki keyinroqqa o'zgartirishingiz mumkin. Aks holda ta'til belgilangan jadvalga asosan beriladi. Sizni agar yana qiziqtirgan savollar bo'lsa, murojaatingizni kutib qolamiz.